Xitoy assimilyatsiya siyosatining bir qismi sifatida Uyg'ur va boshqa oz sonli millat o'quvchilariga imtihonni qo'shib beradigan nomerni tushirdi. Xitoy doiralari Uyg'ur va Xitoy bo'lmagan boshqa millat bolalarga imtihonni qo'shib beradigan nomerni tuvaltishga boshladi. Xitoy doiralari e'lon qilgan yangi uqtirishda Uyg'ur o'quvchilarga beriladigan nomer tuvaltildi. Shuning bilan birga ota-onasidan biri Xitoy, yana biri yerlik millatlardan bo'lgan bolalarga qo'shib beradigan nomerni birasi o'stirdi. Avstraliya La Trobe universitetida Sharq Turkistondagi yerlik xalq haqida tadqiqot elib berayotgan James Lebord bu qarorning Xitoy millatiga tava bo'lmagan fikr va harakatlarni yo'qotish urinishining bir qismi dedi. Xitoy davlat komissari va tashqi ishlar ministri Wang Yi Eronning yadro kelishimini yo'qotish kerakligi haqida to'xtalib, Xitoy Amerikaning Eronga tang taraflik embargo yurgizishiga va atalmish chegaradan oshgan adliya huquqiga qarshi dedi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, poytaxti Bejinda ziyoratda bo'layotgan Eron tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishdi. Wang Yi uchrashda Xitoy bilan Eronning umumyuzlik strategik sherik ekanligini, navbatdagi xalqaro va rayonlik vaziyat tez suratda o'zgarayotgan bir paytda ikki davlatning maslashishini kuchaytirish kerakligini aytdi. Turkiya Amerika havo armiyasi bosh kotibi Hezer Wilson S-400 Turkiyaning Rossiyada ishlab chiqarilgan boshqarilgan bombadan mudofaa sistemasini setilishning g'arb mudofaa sistemasiga tahdid soladiganligini va Anqaraning Amerikadan F-35 aeroplanlari setilishning tahdid etib kelganligini aytdi. Fransiya axborot agentligining xabar qilishicha, Turkiyaning S-400 setilishdan voz kechish ehtimolligi bor yo'qligi haqida so'ralganda, u mumkin diplomatlar bu haqda uchrashlarni davomlashtirdi dedi. Wilson S-400 sistemasining F-35 aeroplanlar bilan moslashmaydiganligini yana bir qatim ta'kidladi. Turkiya Sharq O'rta dengizdagi huquqlarni qo'g'dash uchun nurg'un davlatga jang e'lon qildi. Yunoniston va Rumlar boshchiligida Germaniya, Fransiya, Amerika, Avstraliya va Misr qatorliq davlatlar Turkiyaning neft va tabiiy gaz izlashiga qarshi chiqqan edi. Rayonda urush paraxotlari bilan neft va tabiiy gaz izlashni davomlashtirayotgan Turkiya qat'iy maydonini o'tirg'i qo'ygandan keyin Gretsiyadan yangi hal qilish choralari haqida takliflar kelishga boshladi. Gretsiyaning tarixi eng uzun bo'lgan konservativ gazeti Isiyaning xabar qilishicha, Gretsiya bosh ministri Aleksis Tsipras Siprosdan askar chekindirsa, Turkiyaga O'rta dengizdagi tabiiy gazdan pay ayirib beradiganligini o'tirg'i qo'ydi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining insonparvarlik ishlariga mas'ul muavin bosh kotibi Loukong Idlibdagi zo'r ko'lamdagi harbiy hujum 21-asrdagi eng chong tragediya bo'ladi. Ogohlantirishlarga qaramasdan biz eng ansirayotgan ishlar yuz beryapti dedi. O yaqinqi 3 hafta ichida Idlibdagi hujumlarda 160 kishining o'lganligini va oz deganda 180 ming kishining uy makonidan ayrilganligini bildirdi.